Klientim oilaviy dam olishga dachaga ketishgan ekan. Eshikni ochib berishga odam yo'qligi uchun qaynonasiga iltimos qildi. Keyin bechora kampir o'sha o'yinchoqlarni yig'ishtirib o'tirgan ekan bolalarni. O'tiravering, men o'zim qilib qo'yaman desam, "Yo'q, men ham senga qarashaman, tezroq bo'lamiz" dedi. Kelin to'g'risida biroz yomon gapirmaydi, besh ketaman shularga. Bu bechora 4 ta erkakka qarab charchaydi deydi. 3 ta o'g'li, eri bor-ku, o'shani aytibdi. 4 ta erkakka qarab charchaydi. O'yinchoqlarni yig'ishtirib, keyin ketdi glashka qilishga bechora kampircha. Bolnitsada bir hafta yotgan edim, o'g'lim bilan kelinim kelib xabar oldi, tinmay deb aytibdi. Chunki qizi yo'qda buni. Bir ikkita tanishlarim yozdi-da, imoni bo'lmasa ham insofi bor ekan deb kechangi videoni tagiga. Endi bularning dini boshqa, bular endi o'zini diniga sig'inadi, serkiflarga boradi, sadaqa chiqarib turadi o'sha serkifga. Men o'zim alhamdulillah musulmonman, lekin har bitta dinni men hurmat qilaman. 4 yil Rossiyada ishlab men ko'rmadim, что ishlatib pulini bermay ketganlardi-da. Hozir как раз mana bitta voqea esimga tushib ketdi. Internet magazinim bo'lardi 6 yil oldin. Bitta ayolda kimdir qo'shgan, qo'shni mahallada turar ekan, где-то 10 minutlik yo'l biz uyimizdan. Telefon qildi, uydamisiz deb. Narsalaringizni ko'rishga bormoqchiman deb. Ha, keling dedim. Telegramda shu telefon qilgan rasmlarini ko'rdim. Hammasida alhamdulillah, Xudodan qo'rqish kerak degan shunaqa kartinkalar qo'yib tashlaganda, voy dedim, rosa Xudoga ishonadigan yaxshi inson ekan deb o'yladim-da. Uyga kelib, где-то 10 ta kiyimni olib ketdi. Olib borib ko'rsatdi, shu jannatim onamga qaysi bir yoqsa hammasini olaman deb. Ha, mayli deb, men xursand hali yo'q pulga, voy deb. Уже o'chirib qo'ydim, tovar ketdi deb. Kech bo'ldi, na tovarda, na puldan darak yo'q. Telefon qildim. "Opa, nima bo'ldi?" desam, "2-3 ta narsangiz yoqmadi, hozir qizimdan berib yuboraman, nargilarini bo'lib beraman" dedi. "Ha, o'lsin, pulimni ushlab turgandan ko'ra mayli, bo'lib bo'lsa ham beradi" dedi. O'sha ayoldan 2 oyda ichida zo'rg'a, xuddi men undan qarz so'raganda 50 mingdan 150 mingni zo'rg'a oldim. 350 ming o'sha qarzi qolib ketdi. Oxiri 2-3 oydan keyin men unga yozyapman, "Opa, qiyomatga qoldirmang qarzingizni" desam, "Qiyomatda pulim bo'lsa beraman" degan edi. Og'zim ochilib, o'sha gapidan keyin sразу daftardan o'chirib qo'ydim qarzini. Mana shunaqa Xudodan qo'rqmaydigan imonsizlardan Xudoni o'zi asrasin-da. Baqlajon yurakni sog'lomlashtiradi, xolesterinni уровенini normallashtiradi, onkologik kasalliklarni ham oldini oladi. Bugun sizlar bilan zo'r salat tayyorlaymiz. Baqlajonni to'g'rab, na nach tuzlab olib qo'yamiz. Polni taxir ta'mlari chiqib, xrustyashi bo'lib chiqishi uchun. Shunda kirsillab chiqadi. Ertangi kuni yaxshilab yuvib, qaynab turgan suvga solib, uzoqqa 5 minut qaynatamiz. Ko'p qaynatsanglar shunaqa dabdalasi chiqib ketadi, lattasi chiqib. O'shaning uchun bizga kirsillab chiqish kerak. Suvni qaynatganini ko'rdilaringizni sразу o'chirib, durushlabga solib, polni suvini to'kish kerak. Keyin ancha suvni o'ziga shimib olgan bo'ladi-da baqlajon. O'shalarda ham polni sirqitib, keyin oxirida sovuq suvga yuvib, qo'llaringiz bilan qisib, suvlarini chiqarib, отдельно bitta tovoqchaga solib olamiz. Bizga ichiga kerak bo'ladi. Misol, men shunday qilaman. Bodring to'g'rayman, pomidor to'g'rayman ichiga. Chesnok to'g'raymiz. Baqlajon chesnokni rosa yaxshi ko'radi. Men hammasini kubik qilib to'g'radim. Kim qanday xohlasa o'shanday qilib to'g'raydi. Zelen, особенно kinzani yaxshi ko'radi baqlajon. Keyin men 3 xil bolgarskiy to'g'radim, qizil, sariq, yashil, u xohishga qarab. Keyin bitta piyozni to'g'rab, qiziga moyga solib yaxshilab qovurib olamiz. Priprava, keyin ozgina tuz soldim, chunki baqlajonimiz ham to'g'ralgan-ku. Mana shu soyani solib yaxshilab aralashtiramiz va shunaqa shirin chiqadi. Baqlajonimiz xuddi qo'ziq qorinda ta'mi keladi. Yoqamasa like, podpiska bosib qo'yinglar. Xursand bo'laman.